So'nggi 8 yilda tibbiyotda xususiy sektor ulushini oshirish, nodavlat tibbiyot muassasalari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Natijada 2017-yilda xususiy shifoxonalar soni qariyb 3,5 mingtani tashkil etgan bo'lsa, bugunga kelib ular soni 9 mingdan ortdi. Yurtimizda ko'rsatilayotgan barcha turdagi tibbiy xizmatlarda xususiy sektorning ulushi 8 yil ichida 10% dan 30% ga yetdi. Jumladan ayni paytda laboratoriya xizmatlarining 40%, oftalmologiya va operativ oftalmologiyaning 60%, lor va endoskopik lor xizmatlarining 70%, stomatologik tashxis va muolajalarning 91% aynan xususiy klinikalar tomonidan ko'rsatilyapti. 2025-yil tibbiyot sohasida xususiy sektor ulushini oshirish, uning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish va klinikalar uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish borasida yangiliklarga juda boy yil bo'ldi. Milliy akkreditatsiya standartlarini joriy qilinishi bu O'zbekiston tarixida ilk bora yo'lga qo'yilgan tizimli sifatga va aholi xavfsizligiga qaratilgan chora-tadbirlar bo'lib, mana 25-yilda ikkita xususiy tibbiyot muassasamiz bu bosqichni samarali amalga oshirishdi. Shifokorlarimiz uchun ixtisoslik doirasida malaka oshirish amaliyot darsliklari joriy qilindi, ko'plab xalqaro sertifikatlarni olish imkoniyati yaratildi. Endilikda chegara hududlarida klinika, reabilitatsiya markazi, mehmonxona va laboratoriyalarni o'z ichiga olgan tibbiyot klasterlarini tashkil qilish rejalashtirilgan. Xususan, davlatimiz rahbarining 10 noyabr kuni tibbiyot va farmatsevtika xodimlari bilan o'tkazgan uchrashuvda kelgusida ham tibbiyotda xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash va ularga qo'shimcha sharoitlarni yaratish davom ettirilishi ta'kidlandi. Xususan, 2026-yildan tibbiy uskuna, jihoz va tez yordam mashinalarini olib kirish bo'yicha imtiyoz 3 yilga uzaytiriladi. Umumiy ovqatlanish korxonalariga qo'shimcha qiymat solig'ining bir qismini qaytarish bo'yicha berilgan imtiyoz xususiy tibbiyot tashkilotlariga ham qo'llaniladi. 10 noyabr kuni hurmatli yurtboshimiz bilan bo'lib o'tgan muloqotda ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu uchrashuvda ko'pgina yechilmayotgan masalalar, ko'pgina savollarga oydinlik kiritildi. Hamma savollarimizga javob oldik. Shu jumladan ta'kidlab o'tmoqchiman, hurmatli yurtboshimiz tomonidan xususiy sektor uchun kelayotgan yilda 200 million dollarlik resurs ajratildi. Bu resursning joziborligi nimadaki 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli muddati bilan 17% ga ajratildi. Bizning klinikamiz misolida 2025-yilda biz yangi loyihani amalga oshirdik. Bu zamonaviy check-up center. Koreys hamkorlari bilan birga biz kasallikni oldindan profilaktik tarzda aniqlab va profilaktik choralarni ko'rishga yo'naltirilgan bu loyihamiz 2025-yilda ishga tushdi. Albatta, bularning barchasi yurtimizda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati yanada yaxshilanib, ko'lami oshishiga, natijada sohada sog'lom raqobat muhiti yuzaga kelishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.